Ey Xorun, ey sinovga uchragan, senga qachon aql kiradi? Kim aqlsiz? Menmi yoki sen? Men aqlliman ey Xorun. Qanday qilib sen aqlli bo'lishing mumkin? Bir kun kelib qasring yo'q bo'lib, solih amallar boqiy qolishini bildim. Qabrimni solih amallar bilan obod etdim. Sen esa qasringni obod qilib, qabringni xarob etding. Obod maskandan xarob joyga ko'chib o'tishni yoqtirmaysan. Vaholanki bir kun qabringga qaytishingni aniq bilasan. Aytchi, ey Xorun, bu aqlsizlik emasmi? Allohga qasamki, rost so'zlading. Yana nasihat qil. Senga Allohning kitobi kifoya qiladi. Uni lozim tut. Unda xabar va ibratlar bor. Biror hojating bo'lsa ayt. Ha. 3 ta hojatim bor. Agar ularni ravo qilsang, tashakkur aytardim. Albatta, bemalol. Umrimni ziyoda qilsang. Qo'limdan kelmaydi. O'lim farishtasdan meni himoya qil. Bunga qodir emasman. Meni jannatga kiritib, do'zaxdan uzoqlashtir. Yo'q, bunday qila olmayman. Unday bo'lsa bilib qo'y. Sen qulsan, podshoh emassan. Mening esa qullarga hojatim yo'q.